Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Rahmatullohi xudo xolasa bugun bir kunlik ish faoliyatini ko'rsataman. Mana shu traktorda ekskavator, pogruzchik, JCBda bir kunlik ish nima qilinadi, shu to'g'risida sizlarga ko'rsatish kerak etaman. Meni kuzatishda davom etinglar. Traktorimizda xudo xolasa zavod qildik. Endi bo'lsa qalaqalarni ko'tarib yo'lga chiqamiz xudo xolasa. Поехали. Do'stlar, mana xudo xolasa yo'lga chiqdik. Zakazga boramiz. Yarim soat yo'lagan zakazimiz. Keldik, endi magazinga bir kirib chiqamiz, suv olib chiqamiz. Do'stlar, mana aytgan berkirim keldik, endi ishni boshlaymiz. Do'stlar, bugungi ishimiz xudo xolasa mana shu yerda shu kuchkini olib planировка qilish ekan, bu narsalarni hammasini u yoqqa o'tkazamiz. Shu yerdan trancheyin qilib bo'ladi, oxirida ko'rsatib o'taman sizlarga. Mana shu narsalarni hammasini tomonga o'tkazamiz. Mana shu narsalarni hammasini yig'lab, shu yerda tekislab planировка qilish ekan bugun ishimiz. Video davomida qisqa qo'yib o'taman, ko'rib borasizlar. Villa bo'lmasa mana shunday ishlanadi. İpte ko'tardik, chalka yo'q, villa yo'q. Endi ip yecholmadik turadilar. Shuncha narsani tashilib qara. Buni odamlardan sekin nazar qilib ko'taramiz. Har qachon nima ish qilsangiz ham nazar qilgan paytda orqaga qarash kerak. Обязательно yo'lga qarab ishlash kerak. Ne tutturishni yangi usul. 3 tomondan qatorda o'zbekchalik bizamiz. Va do'stlar, xudo xolasa bugungi ish ham tugadi endi. Sizlarga qilinishlar ko'rsataman.